Turumuz tug'ildi. Mana tromb ko'rmaganlar uchun bu maxsus. Tromb bu qonni qattiq bo'lib qotib qolishi, ya'ni ivib qoladi, qotib qoladi qon tomirida. Mana shu qon tomirimiz ichida tromb bor. Mana hozir tromblarini ajratyapmiz. Hozir mana chiqqan tromblarni ko'rsatamiz. 10 yildan beri ishlayotgan fistula bo'lgan. O'sha fistulasi to'xtab qolgan. Bu hayot mamot. Bu fistula ishlamasa dializ ola olmaydi, qiynaladi. Umuman olganda bu hayotni saqlab turadigan qon tomir. Shuning uchun buni hozir tiklab beramiz. Mana tromblarini oldik. Endi yana 10 yil xizmat qiladigan fistula hozir yaratib beramiz. Mana ko'ryapsizlarmi? Qanday qilib tromb bo'lib qoladi mana. Mana tomirimiz ishi toza bo'ldi. Mana shu tromb hisoblanadi, qotib qolgan.